kuni bilan yomg'ir yog'yapti. Ba'zan juda ham tez, ba'zan to'xtab. Bilmadim, telefonda keyingi 3-4 kun shunaqa ko'rsatyapti. Hanjoda bu juda ham xavfli. Agar 3-4 kun to'xtamay yog'sa, ba'zi joylarda toshqinlar bo'lishi mumkin, chekka joylarda. Hozir bir haftalik bozorlik qilishga ketyapman. Har shanba-yakshanbada bir haftaga ketadigan narsalarni bozorlik qilib qo'yaman. Internetdan ham olsangiz bo'ladi. Lekin o'zingiz xohlagan narsalar kelmasligi mumkin-da. Shuning uchun o'zim borishga majburman. Yana o'zim borsam kunlik blokni to'ldirib olayman. To'g'risini aytsam, oldingi videoda aytganimdek, monetizatsiyaga yetib borish uchun kunlik video qilmoqchiman dedim. Oson emas ekan, kontent topish qiyin ekan, to'ldirish. Videoni to'ldirish qiyin. Men hozir boshqa domni liftga chiqyapman. Aslida siz bu domda turmaysiz. Bu eshiklar ochilmaydi. Hozir kimdir chiqayotgan ekan, kirib oldim. Zonti olmaganim uchun iloji yo'q. Taksiga chiqishga yaqinroq joyga podvaldan o'tdim. Yomg'irga qaranglar. Pocket 3 yaxshi, lekin shu yomg'ir suvlarga qarshi emasligi yomon-da, ehtiyot qilish kerak. Men aytgan bo'lsa, har bitta Xitoyda bunaqa yashaydigan joyda shunaqangi axranalar bor. Qorovullar begona odamlarni kirgizmaydi va kirishda har bir eshikda shunaqa yuz bilan ochiladigan eshiklarning sistemasini qilgan. Shuning uchun Xitoy juda ham xavfsiz hisoblanadi. Hello. Bu shopping mall dizayni ozgina boshqacha. Bilmadim nega bunaqa o'ylab qilishgan. 100% yopiq shopping mall emas. Shopping mall o'rtasi ochiq. Tepa qismi ochiq, bemalol yomg'irlar, qorlar yog'sa, mall ichini bemalol qo'l qiladi. Hozir pastli hammasi sirpanchiq. Balkim birinchi ochilgan paytida ajoyib ideya bo'lgan bo'lishi mumkin. Hozir lekin juda ko'p do'konlar mana shopping mall ichida yopilib ketyapti. Deyarli har doim qatladandir suvlar toshib bir nimalar bo'ladi. O'rtaga e'tibor bersanglar, ho'l yomg'ir yog'yapti. Bu yerga esa narsani qo'yib kirsanglar bo'ladi. O'rta qismi ochiq bo'lgani uchun bu shopping mallda deyarli xohlagan odam shu sigaretni chekadi. Eng yomon ko'rgan narsam shu. E'tibor bergan bo'lsanglar, o'rtalarda hozir yomg'ir tushib yotibdi. Umuman yurib bo'lmaydi, sirpanib ketishingiz mumkin. Bizga qulay tarafi faqat shunaqa uyga, oziq-ovqatga bozorligi juda ham qulay. Uzoq emas. Piyoda yursangiz ham
10-15 minutda bemalol kesangiz bo'ladi. Shuning uchun shu yerga kelib turamiz. Sizlarni bilmadim qanaqa, lekin men hali ham qog'ozga olmoqchi bo'lgan narsalarni yozib, shunga qarab eslashga ko'raman. Yoshligimizda shunaqa qilardik. Yomg'ir yog'ayotganligi sababli bugun odam ko'p emas. Odam juda ham ko'p bo'lardi. Ayniqsa bugun yakshanba kuni bunaqa paytda. Bu yaxshi. Hozir hamma narsalarni narxlarni aytib o'tirmayman. Chunki oldingi videoda deyarli ko'p narsalarni ko'rsatdim. Oxirida qilgan bozorligimni общий narxini aytib o'taman. O'zi bir video qilishim kerak. Xitoyda 1 oylik yashash rasxod haqida. Har xil mevalarni kesib tayyorlab qo'yibdi. Bu yerda ananas bilan qovunligi bor ekan. Hozir chiqib yeb ko'ramiz. Hop, deyarli bo'lib qoldi. Endi eng asosiysi bu yerda non bor. O'shani olishim kerak. Shu bilan bozorlik bo'ldi. Bizga o'sha non kerak edi. Bunisidan qopda bitta qo'ya qolamiz. Hello. Neden geldi? Hoş. Menimcha bizga ozgina skidka beribdi va skidkadan oldin 154 yuan bo'libdi. Doim bundan ko'p bo'lardi. Va skidkadan keyin 146 yuan. Yomon emas. Hali ham yomg'ir yog'ib yotibdi. Yerlarni ko'rsangiz sirpanchiq. Hop, uyga ketishdan oldin mevalarni yeb ko'rmoqchiman. Qovun bilan ananas. Bu yerda bir martalik anaqa vilkachasi bor. 100% fresh deb qo'yibdi. Bunga albatta ishonish qiyin. Muzdekini haqiqatan ham fresh shekilli. Hozir ko'rgan bo'lsanglar, bitta kishi ananas kesayotgandi, balkim o'shandan bo'lsa kerak. Qovun to'g'risi unchalik shirin bo'lmaydi bu yerda. Hozir sezoni kelayotgan bo'lsa ham unchalik shirin emas. Lekin ananas yaxshi ekan. Qovun to'g'risi ham shirin yemaganman. Balkim tanlashni bilmasman. Kim biladi.
to'g'risi bu ancha ko'p ekan, ozroq deb o'yladim. Ha, ancha qoldi. Xullas, bu 1380 yuan ekan, taxminan $2. E'tibor bersanglar, bu yerda packajlar turibdi, pochtalar. Hozir supermarketda chiqishida turibman. Bittasi kelib, bitta pochtani olib ketdi. Nima demoqchiman? Sayohat qilayotgan bo'lsanglar yoki umuman onlaynda narsa olganlarda qo'yishga adresinglar bo'lmasa, yaqin atrofdagi restoran yoki shunaqangi joylarni adresini qo'ysanglar, bemalol pochtalarni olib tashlab ketadi. Hech kim tegmaydi. Yo'qolib ketmaydi pochtanglar. Shu tarafi Xitoy gap yo'q. Hello.